onlayn eng qizig'i bizda onlayn savdolar bo'ladi. Har doim onlayn bizda mijozlar bizdan onlayn ishonib, xarid qilib keladi. Shu xalqning ishonchini oqlaganimizdan biz juda ham xursand bo'lamiz. Motorollerimizda qo'shimchasi balon kulish, domkrat, zapas balonlari bor bo'ladi. Endi mana marhamat jiddiy tormozlarni ko'rsatishimiz mumkin-da. Mashina bilan bir xil jiddiy tormoz sistema qo'yilgan bo'ladi. Jayxun 2 tonnaligimizning narxi 26 million so'm, Jayxun 1 tonnaligimizning narxi 23 million so'm bo'ladi. Ortiqcha tang'ir-tung'irlarni yo'qotish uchun shumka qilingan bo'ladi. Bu 3 litr bak sig'imga ega 5 kilovatlik elektrogenerator hisoblanadi. Bu bilan biz nima maqsadga erishamiz? Bu bilan kam yuradi, ko'proq yuradigan qilsa bo'lmaydimi? Benzin motor qilsa, endi vaqtincha benzin motorini o'rniga gibrid qilib generator ustanovka qilganmiz. Tez kunlarda kuzatib boring og'alar, bizda proyektlar boshlangan. Tez kunlarda labomizning 2 ta labomiz bor edi, sizlarga ko'rsatganmiz. Shu labomizning tuning ishlarini boshlab yuborganmiz. Hozir zapchastlarimiz, kerakli ehtiyot qismlarimiz kelgan. Xudo xolasa keyingi videolarimiz labolari haqida bo'ladi. Labomizning narxi 28 million so'm. Assalomu alaykum og'alar. Jayxun Motors jamoasi har doimgidek yana siz bilan skladdan to'g'ridan-to'g'ri gaplashamiz. Xudo xolasa bizda yana yangiliklarimiz bor. Benzinli ayiq polvonlarimiz kelgan. 2 xil modelda hozir sizga qisqacha batafsil ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Benzinli mototsikllarimiz nahadu ayiq polvonlarimiz qora tiyomli, qizil tiyomli svetlar, voyanli, xakki svetlarimizdan bor. Bu modellarimiz 2 xil bo'ladi. 1.8 model и 2 metrlik 1 tonna 2 tonnalik modellar bo'ladi. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Ko'k rangli 1.8 modelimiz. Bort razmerlari balandligi 60 cm bo'ladi. Bortning balandligi. Uzunini 1.80, eniga 1.35 bo'ladi. Xudo xolasa buga xalagan yugingizni solib, xalagancha bosishingiz mumkin. Og'alar, eng muhimi bu shumka qilingan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Shumka qilingan, alohida e'tibor qaratilgan. Endi buni rangiga alohida respekt berish kerak. Xudo xolasa buning ranglari ham chotki chiroyli bo'lib chiqqan bo'ladi. Tak motosiklimizning vilkalari 50lik bo'ladi. Bu 1 tonnalik modelimizning vilkasi 50lik. Faralar qo'yilgan bo'ladi. Qo'shimcha поворотник led faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu motosiklimizning qo'sha ramlari bilan 10/5lik qo'sha ram baquvvat ramalar qilingan bo'ladi. Bu ramlarimizni xalqning ishonchina polni kirgan, xalqning ishonchini oqlagan deb bemalol ayta olamiz. Bundan tashqari Zonshen motorlarimiz endi xudo xolasa motor ishlab chiqaruvchi kompaniya bilan shartnomalarimizga asosan o'zlarimizning Jayxun Motors brendi aslida qo'yilib kelib boshlaydi. Yapon sifati bilan KF karburatorlar qo'yilgan bo'ladi. Karburatorlarimizning sifatini Yapon sifatidagi karburatorni bilgan biladi, bilmagan endi o'zi biladi, xudo xolasa. Endi tek qismına kelsak, mototsiklimiz kichkinaroq 1 tonna uchun moslangan zadniy most bilan jihozlangan bo'ladi, lekin resorni yaqinlatib ko'rsating, resorlarimiz Isuzu resorlari bilan bir xil bo'ladi, og'alar. Baquvvat yuk ko'tarish uchun moslangan bo'ladi. Motorollerimizda qo'shimchasi balon kulish, domkrat, zapas balonlari bor bo'ladi, og'alar. Endi bundan tashqari alohida biz e'tibor beradigan narsamiz, har safar ta'kidlab o'tamiz, mana ko'rishingiz mumkin, amortizatorlar ustanovka qilingan bo'ladi. Yumshoq yurish uchun qo'shimcha prujinalar o'rnatilgan bo'ladi. Stupitsalarni ham ko'rishingiz mumkin. Baquvvat xalqning ishonchini jonini chiqarib beraman, yukingizni tortib beraman degan mototsikllar bo'ladi, og'alar. Xudo xolasa bu qizil tiyomli svetimiz. Xudo xolasa rangini ko'rsating. Qizil tiyomli svetimiz mana yaltirashini ko'ring, og'alar. Yaltirashini jonivorning tiyomli qizil qaraga ko'proq urg'u bergan holda endi qizil bilan aralashtirgan holda rasvetkada chiqardik. Buni endi bu mototsiklimiz bort razmerlari 2 metrga 1.35 bo'ladi. Bu ham shumka qilingan.
bo'ladi. Hamma joyi shumka qilingan bo'ladi. Alohida jihatlari. Endi mana marhamat jiddiy tormozlarni ko'rsatishimiz mumkin-da. Mashina bilan bir xil jiddiy tormoz sistema qo'yilgan bo'ladi mototsiklarimizda. Bu yo'llarda tormozni sifatli ushlashi, yaxshi yurishi uchun qilingan bo'ladi. Marhamat zadniy mostni ko'rishingiz mumkin. Zadniy mostimiz ag'alar. Bu zadniy most endi kichigina vaqtimizda rais bo'lar mingan David mashinalarda bo'lardi-da. Endi xudo xolasa keyingisi resorni yaxshilab ko'rsating. Resorni. Mana resorni ko'rishingiz mumkin qalinligini. Bu resorlar Isuzu'da bor, bizda Jayhun mototsiklda bor-da endi xudo xolasa. Bunga ham amortizatorlar qo'yilgan bo'ladi. 2 tonna yugingizni bemalol chachib tashiyman, bo'lib tashiyman degan mototsikllarimiz bo'ladi ag'a. Tak, bu rasvetkalarimiz ko'k, qizil, temniy qizil, keyin xaqiy svetlaridan barag'alar. Bundan tashqari yana 2 ta labomiz to'yini qilganmiz. Xudo xolasa 2 ta labomizning to'yi bo'lgan. Bumuz xudo xolasa Samarqand viloyati, Samarqand shahariga ketdi. Ag'alarimizga o'ng bo'lsin aytamiz. Mana Jayhun Motors brendi aslida ishlab chiqqan. Bunga ham gibrid qilib elektron plus gibrid bo'ladi ag'alar. Skladimizda ish qizg'in, savdolar avjinda. Onlayn eng qizig'i bizda onlayn savdolar bo'ladi. Har doim onlayn bizda mijozlar bizdan onlayn ishonib, xarid qilib keladi. Shu xalqning ishonchini oqlaganimizdan biz juda ham xursand bo'lamiz. Marhamat ko'rishimiz mumkin. Mana gibrid qilingan alohida jihati endi birinchi navbatda shumka qilinadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ortiqcha tang'ir-tung'irlarni yo'qotish uchun shumka qilingan bo'ladi. Bu 3 litr bak sig'imga ega 5 kilovatlik elektrogenerator hisoblanadi. Bu bilan biz nima maqsadga erishamiz? Bu bilan kam yuradi, ko'proq yuradigan qilsa bo'lmaydimi? Benzin motor qilsa, endi vaqtincha benzin motorning o'rniga gibrid qilib generator ustanovka qilganmiz. Tez kunlarda kuzatib boring ag'alar, bizda proyektlar boshlangan. Tez kunlarda labomizning 2 ta labomiz bor edi, sizlarga ko'rsatganmiz. Shu labomizning tuning ishlarini boshlab yuborganmiz. Hozir zapchastlarimiz kerakli ehtiyot qismlarimiz kelgan. Xudo xolasa keyingi videolarimiz labolari haqida bo'ladi. Bort razmerlari 1.8 ga 1.6 ga 1.10 pechat shtampdagi bortimiz bo'ladi. Juda baquvvat bo'ladi. Bu mustahkamligiga alohida baho berishimiz mumkin. Juda baquvvat bo'ladi bu. Pechatdan chiqqan bortlar bo'lib hisoblanadi. Ag'alar bu labochamiz xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir rayonidan ketib boradir. Xudo xolasa hozir dastavka qilib, yuklab, o'z manzilini jo'natamiz. Sog'lom bo'ling. Alloh taolo ishlaringizga baraka bersin. Jayhun Motors jamoasi har doim siz uchun xizmatda, siz uchun harakatda. Biz bilan qoling. Xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Labomizning narxi 28 million so'm, Jayhun 2 tonnaligimizning narxi 26 million so'm, Jayhun 1 tonnaligimizning narxi 23 million so'm bo'ladi ag'alar. Kuzatishda davom eting. Alloh taolo ishlaringizga baraka bersin. Jayhun Motors jamoasi har doim xalq uchun xizmatda, xalq uchun ishlaymiz xudo xolasa. Ishonch bildirgan ag'alarimizga, mijozlarimizga katta rahmat aytamiz. Sog'lom bo'ling.